ilminin zakitini belgelerde bir program vardı. Akşam program buluşturmak için bu anonsa koysak. Sunma güzel. Bak başka kız geliyor. Avaz çıktı mı çıkmadı açık olurdu. Ben şu pasa taktım. Oldu. Şimdi Facebook'un açsınlar. Nerede? Facebook bunu nak meydanda. Kıyamet meydan taşlı. Avaz çıkan bu olsa benim başta. Avaz çıktı bir tane. Tamam. Çıktı mı? Evet. Avaz çıktı mı? Çıkan bu olsa bir kod üretimler benim başta. Yapıyımız. İlminin zakitini belgelerde bizimki bir nem var. Şu Facebook'ta program var. Sizler burun belki köygen buluşları mümkün. Onu öz vaxtıda şu Sılı tazı çıkmak kavatlı şu. Biraz uzakkarak mıkındı. Malıkı jantu mıkındı. Ya zırh taslak. Yen taslım bolçu. Hem de çıkıla oldu. Maalesef koyupsal ikram. Mene. Oldu. Assalamu alaikum qarindoshlar. Ovoz qanday chiqyapti degan diqqatim kontrol qilib. Bugun ilminin zakitini belgeler degan program 2014-15'de qilgandim endi shu vaqtida. Shu Aziza Alkun akimiz Şurası. 2010 Aziz Eysa Alkun akimiz. Ondan keyin Şvetsiyadagi Abdüşkür akimiz. Ondan keyin Amerikadagi Yulg'un to'rininki qurg'uvchisi doktor Mehmet Abdullah. Ularni orada ondan keyin yiliqi 90 necha yoshga kirib tugib ketgan G'ulomidin paxta tag'imizni ashlarni ziyorat qilib, o vaqtda meniki menda nimam yo'qdi. Uning ustiga Istiqlol TV'niki yangi qurilgan mezgili uchun xalq uchun mulozimat qilamiz deb echilayotgan vaqt edi. Shu vaqtda Uyg'ur akademiyasining yig'ini munosabatan kelgan, dunyodan kelgan, boshqa yerdan kelgan olimlarimizni, yozuvchilarimiz, qalamkashlarimiz, ziyolilarni shu to'plandi. Shu vaqtda Rishad Abbos akimizma G'ulomidin paxta bilan kelibdiki, boshqa akalarımızın vaqtim yetgancha shu Istiqlol TV bilan deyishib, shu studiyada olgan program. Bugun ma'lumda undan keyin yana ikki qism qildim. Uni tahrirlab chiqara olmadim. Unda texnik menda bo'lmag'achqa, endi hozir biroz o'rganyaptim. Erkesida bilan qildim. O shu Sulaymana vaqtida ishlagan vaqtimda Fitrat TV'da biz program qildik-ku. Shu vaqtda Erkin akam, undan keyin nimedeki Şvetsariyadagi Abdüşkür doktor akimiz. Şu akilerimizni ziyorat qildik. O'lima ham material bor, chiqaramag'antimcha. Endi ma'ni hamda shu Canlı yayın. naq maydonda qilyapmiz-da endi shu. Shunga ustoz endi bu ilminin zakitini berganlar deb chiroyli qo'ydik ismini shu. Bundan keyin sizlarga o'xshash, boshqalarga o'xshash ilminin zakitini bergan ustozlarni ziyorat qilamiz. Qadimiy o'zlarini bir qisqacha tunishtirasizlar, tunish bo'lib ketdilar shunday bo'lsa. Assalamu alaykum. Dunyoning qaysi yerlarida hurmatli qarindoshlar, hammalarning har vaqt xayrli bo'lsin. Bugun yana shu ilminin zakitini berganlar qatorida bir program bo'ldi. Bunun uchun Abdulaziz qarindoshimizga
Köp rahmet eytimiz, Allah razı olsun. Men vatanniki Aqsu vilayetining Shayar nahiyasidan 68-yil 1-ayning 15-kuni tug'ilgan ekanman. 94-yil 6-oyda vatandan chiqqan, vatanda ish qilib, bütün o'qishlarim shu vatanda bo'ldi. O'rta maktabni vatanda to'liq o'tirning o'zini vatanda bitgan bo'ldim. Ondan keyin Diplomlar bor, ha, diplomim bor. Tamam. Diplomim nimadan bor? Shu Norvegiyaga akib tikanman. Tamam. Bor. Ondan keyin bu hukumat bergan diplomni olmaydi-ki. Maqsumajim bergan diplomni 90-yili 4-ayning 5-ida shu barni vaqasi bo'lgandan keyin qog'liq qablik maqsumajim. Shundan olgan diplomning o'zini shu 90-yil 4-ayning 5-ida barni vaqasi bo'lgandan keyin saqchilar besib kirib shu diplom, diniy kitob sohasida nurg'un narsalarni olib ketib bermagan. Mening bu mana aytgan vaqtida diplomim bor. Shu Abdurahmon Jamol, Abdulla Yalqulla jiq o'zi bizni diplomi yo'q. Nayt qarqosoq ko'rdi, qarqosoq emas biz o'qigan. Endi ularniki o'qigan narsani men o'qigan. Shu hozir shu ulamolar birligi o'qigan rivoyatlarni, misol shu sohasida deymiz, ashuna hammasini o'qiganman. Ondan keyin fiqh kitoblarni masalan Sharh qoidaga o'xshash, usul fiqhni misol usul shashi deymiz, Nurul Anvar deymiz, Tavzi deymiz, bunaqa kitoblarni hammasini o'qiganman. O nima qoida misol arab grammatikalar sohasidagi kitoblarni jiq o'qigan ham jiq o'rgatgan. Men shu o'qigan kitobning ichida tafsir deymiz, hadis deymiz, fiqh shu narsalarning hammasini aqamdagilar o'rgatib, shu 90-yildan boshlab desam bo'ladi. Shu asosan bir tarafni o'qigan bo'lsam, bir tarafni ustozlarniki, shu bir ustoz o'qigan, mening to'van bolalarga dars o'rgatib kelganman. Shuning uchun bu arablarniki grammatika narsalarimi meni unga pishib ketgan. Qur'onni tarjima qilishdiki, masalan, arab tilini tarjima qilishdimi, bo'libmi Qur'onni tarjima qilishdiki, usulimmi boshqalarga o'xshamasligi birdan-bir sababi nima degan vaqtida bu usulni hali yaxshi bilaman. Undan keyin arabning koni tilini o'qigan bo'lg'achqa, men shu nimaniki Payg'ambar alayhissalomning payg'ambar bo'lishdan burungi zamonlarda yozilgan Ashir mualliq, Sabi mualliq deymiz, undan keyin maqomatlar deymiz, arab adabiyoti deymiz buni. Shundaq narsalarni o'qigan bo'lg'achqa, bu Qur'ondagi shu kelimalar qanday ma'no ifodalaydi. Hozirgi zamonda emas, shu zamonda shu nima ifodalaydi. Buni bo'lgan tushuncham biroz farqli boshqa odamlarga nisbatan. Ya'ni mening shu o'qigan odamlar jiq, va lekin ko'pincha vaqtlarda bu arab tiliniki lug'at ma'nosi ma'udaydi. Zaten tafsirda mashta yoziqni ochiq. Lug'at ma'nosi ma'udaydi. Istilo ma'nosi ma'udaydi. Lug'at ma'nosini ishlatmay, istilo ma'nosini ishlatadi asosan. Nurg'un yerlarda istilo ma'nosini ishlatdi degan so'z nima degan vaqtida? Asosan uniki o'zgartirilgan ma'no desak bo'ldi hozirgi vaqtida. O'zining qayoshiga o'zgartirib olgan narsaning o'zini, ashning o'zini ishlatgan ishlar bor, masalan, salat kelimasining o'zini faqat namozga ishlatishning o'zimi shu istilo ma'nodan chiqqan narsa. Aslida uning duo degan ma'nosi bor. Misol, uniki yordam qilish degan ma'nosi bor, hamkorlik degan ma'nosi bor. Ammo shu ma'nolarning hammasini o'zini tashlab qo'yib, undan faqat lekin ashada namoz o'qishga xoslashtirib olgan shunday ishlar bor. Shuning uchun bu yerda biz namozniki ba'zi yerda hamkorlik degan ma'noni ifodalaydi. Ma'u o'zi yordam qilish degan ma'noni ifodalaydi. Mayadiki salatning o'zi namoz o'qish deganni ifodalaydi desak, uni nurg'un odamlar bo'lib mo'llalar qarshi turadigan shunday ahvollar mavjud. Chunki uniki shu tegini bilmaganlikdan faqat bir tal narsa eslab olganlikdan uning ustiga bu dinni payg'ambar alayhissalomning zamonisidagi ijro qilinish usulini tamamen tashlab qo'yib, keyingi zamonda xoslashtirilgan umaviyaniki islomiga xoslashtirilgan qismini tutgan bo'lg'achqa, bunga o'zi ahamiyat bermaslik ig'ir. Shu sababdan bu bizniki diniy sohada qilgan so'z
sözlerimizni, yazgan kitaplarımızı kabul kılanmaydigan adamlarmı nayeti köp. Çünkü o peygamberinin kılgan işlerini kabul kılanmaydı bular. Çünkü o dinge kirmegen buğaşqa Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Kur'an'ını Peygamber Aleyhisselam şu cemiyet qandaq icra qilgan, bunu onda kabul qılmagan buğaşqa keyingi zamanda Araplarniki an'anaviy İslam'ını kabul qilib qalgan buğaşqa bunu kabul qılanmay mındaq nim qilgan işler mevcut. Şoňa meniki bu okuş tariximde ama başqarak yegim kirip ketdik, lekin okuş tariximde bu sahadaki biraz hem turuşum bar desem boladı. Men o Türklerde deydiki onun özünü men bu nimemde yaxşı çalışkan diyen bir gapini qılıdı bulcu. Men dersimni yaxşı çalışkan deydi. Men bu sahada yani dinni tushunish sohasida nihoyatda jiq kuch sarf qilgan, jiq o'zi ajr qilgan odamning birisi desam bo'ldi. Chunki men dinning o'zini yani millatga foydali nima uchun bo'lmaydi u? Masalan biz islom diniga kirganidan ta hozirgacha millat mustamlikadan qutulmabdi. Nima uchun qutulmaydi? Allah Taala Qur'oni Karimda mesela neticede muşnuq işengen adam, muşnuq amel qilgan adam nijat tapıdı, g'alaba qiladi. Nurg'ulg'an ma'noda ifodalagan shundaq o'zi oyatlar bor. Millatimiz nima uchun uning o'zini foydalanmaydi? Nima uchun qutulolmaydi bu mustamlikadan degan mushu narsalar meni kallamdan o'tmaganligi uchun bu Qur'onni qayta shu fiqhga sep tarjima qilib beqish, hadis qilib tarjima qilib beqish ishlar hammasi mening beshimdan o'tgan. Ondan keyin shu kelinaksal o'zi tafsirlar misol shu yozilib ketgan tafsirlar bo'yicha tushunishmi shunda kallamda jiq o'zi vaqtimni olib ketgan. Keyin hammasini cho'rib tashlab, birga kegil bo'lmaydigan mundaq narsa bo'lg'achqa, uni cho'rib tashlab faqat Qur'oni Karimning matnisini. Bu yerda Alloh qanday tushunishni bizga buyurdi Qur'oni Karimda misol. Qur'onni insonlar qanday tushunish kerak degan yakkaga vaqtda Qur'oni Karimda insonlar Allah ko'rsatgan usul bo'yicha tushungan vaqtida Qur'onning haqiqiy ma'nosini tushungan bo'lganligi buning o'ziga erishgandan keyin endi Qur'onni qayta tadqiq qilish ishlarining o'zi menga nasib bo'ldi desam bo'ladi. Bo'lib oxirgi 15 yil ichida nihoyat ig'ir tirishchanligim bo'ldi. Uni oldida ko'p tirishchanligim bo'lgan. Lekin vatanning sirtiga chiqqandan keyin biroz Norvegiya turib u yerdan ishlab hokazo keyin o'zi dam olish vaqtlarimiz bo'lgan vaqtida Qur'onni, yani islomning o'zini tadqiq qilish, buni o'zi inchki o'zi ko'chilash ishlarim nihoyat yaxshi bo'ldi. Masalan 2010 boshlab men bu Qur'onning ichidagi bu namozga o'xshash, ro'zaga o'xshash, ibodatga o'xshash, iymon, islomga o'xshash, shariatga o'xshash, hadisga o'xshash narsalarning o'zini o'rganishim o'sha 2010dan boshlangan desam bo'ldi. Nurg'un odamlar hadis desa, Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, shu Sahih deydi hozirgi vaqtda 9 kitobdagi hadislarni hadis deb qaraydi. Ammo uni shu yozgan odamlarmi hadis degan bo'lsa, shu hadisning beshiga rivoyat degan so'zni yozgan. Shu Ravahul Buxoriy o hadisning o'zini faloni rivoyat qilgan degan rivoyat hadislari degan ma'no chiqadi. Endi biz shu yerdagi narsaning o'zini aynan shuni ko'chirib olib, mana mushundaq bu rivoyat hadislar desak, sen rivoyat hadislar deding. Deb buni o'zini masalan O'rta Osiyodan bo'lgan bu ishlar, vatandan bo'lgan bu qarshiliklar, mush 90-yillari, 91-yillari, 91-yil turmudan chiqqan vaqtida bu hadisning hammasining o'zini Payg'ambar alayhisolamning deganligi aniq bo'lmagan narsalar, uning hammasiga to'liq ishongan bo'lmaydi. Uni faqatla usul hadisda, usul fiqhida ko'rsatilgan bo'yicha Qur'onga to'g'ri kelganini to'g'ri kelmaganning o'zini to'g'ri emas deyishimiz lozim deganning o'zini men vatandimi degan ta o'sha programmalarimizda misol Qur'onni nazar programmamizda shuning o'zini deb keldi uzun muddat hozirgi deyapmiz misol. Endi bu bizniki mush olimlarimiz usul hadis eng oddiysi usul hadis, usul fiqhidagi agar sizlarga bir rivoyat, yani bir hadis rivoyat qilinsa, uning o'zini Qur'oni Karimga to'g'rilanglar. Agar uningga to'g'ri kelsa, uni to'g'ridanglar. To'g'riligini qabul qilinglar degan gapda faqbaluhu deganning o'zi.
Ve iza halefe perudduhu diyenin özü onun doğru gelmese onun özün red kılınla. Digen aşı özü usul fiqhideki aşı mı hedis hem de ço. Aşının emel kısmı yani bu Kur'an'a kayıt kılı oldu yani hakik İslam kayıt kılı oldu diyen gap. Bunun özünü mü mesela aşı bulup mu şu neminin özü şu Abdurrahman Cemal diyen bir adam bakken bu halkı fakat okumagan qarqosak desek boldu bu adamның özüne. O devatkan gaplardan. Doktor deydi de özüne. Bu doktorluk unvanı o asla yok ki onunki. Eğer insan aşı doktor aşındak bolsa, o ondak adamniki doktor bolganlığının hiç qanday ähmiyeti yok manda çatqa vaqtida. Bir narsaning aqqarını paq etish kerak, uniki usuliga diqqat qilish kerak. Misalda, biz mushu gapni qilganligimiz uchun nimda dedigan vaqtda bu payg'ambarni inkor qildi deb chiqdi-da bu. Bunda şerefsiz insanlar da bu hem de. Biz peygamberge çaplangan, yalgan nesi çaplanadı da an çapılmasımız gerek peygamberge desek, bu insan ne dedi diye vaqtida peygamberini inkar qildi deb o'tirg'i chiqdi. O asasıq nima deydi deseler geplerini bilibetdi. Bular Qur'onga kelimizdeydi. 5-chi hadis inkar qiladi, onundan keyin Qur'onni inkar qiladi. Bularning maqsadi Qur'onni inkar qilish oxiri. Onundan keyin Muhammad alayhisalomni o'tirdan chiqarib o'tish deydi. Sizningcha Qur'onga kelgan hech qanday bir kitob ko'rmagan. Shu Qur'onni o'qigan bir odam payg'ambarni inkor qilish mumkinmi? Asla mümkün emas. O peygamberin inkar qildi deganning o'zi Qur'onga inkar qilindi degan gap bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda o Qur'on payg'ambarga tushgan Qur'on o. O Qur'onniki payg'ambarga tushgan, ya'ni ilohiy bir kitob ekanligini e'tirof qilgan bir odam, o kitobniki payg'ambarga tushganligini e'tirof qilgan bir odam, o kitobning Allohning kitobi ekanligini, o kitob tushgan kishi Allohning payg'ambari ekanligini e'tirof qilishga majbur degan gap. Onu e'tirof qilmay turib, Allohning dinini e'tirof qilmaydi odamning o'zi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida arabcha yezib qo'ydi. Arabcha rivoyat deb yezib qo'ydi deb o'tirib, lekin hammani ashunda qilqi qari quyuq rivoyat deb yezilib qolgan hozir 1,5 milliondan oshadi ekan bu rivoyatlar. Ash rivoyatning hammasini payg'ambar alayhisalom degan qilgan deb o'tirib bundaq o'z so'zlarni qilish payg'ambarga bo'xton chapilganlik, qari chapilganlik deb hisobladi misolda. Uning ichida tamam Peygamber Aleyhisselam'ın degeniga to'g'ri keladigan rivoyatlar bo'lishi mumkin. O Peygamber Aleyhisselam'ın deganiga to'g'ri keladigan rivoyatlar Qur'onga to'g'ri keladigan rivoyatlar degan gap. Uni hech qanday bir odam xato deyolmaydi. Qur'onga to'g'ri kelgan narsani har qanday bir odam xato deyolmaydi. Xato deyish ham mumkin emas. Aytgan vaqtida xato desa Qur'onning o'zini xato degan bo'ladi-da o vaqtida. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtida Qur'onga to'g'ri kelganning o'zini to'g'ri deb e'tirof qilish, to'g'ri kelmaganning o'zini xato deyish, ya'ni uni to'g'ri xatoligini o'lchaydigan o'lchamniki nima ekanligini, ya'ni Qur'on ekanligini bilish nihoyat muhim bu-chu. Mana mushu sohada bizniki bu o'qigan kitoblarimiz misol o'sha tafsir bo'lsin, tafsirning Sur Fatihani misol olsaqda, Sur Fatihani tafsir qilgan bir tafsirda bir xil tafsir qilgan bo'lsa, yana bir tafsirda yana bir xil tafsir qilayotgan mazhab o'xshamaydi emasmi? Fikir o'xshamaydi. Shunday nurg'ulgan o'zi tafsirlar bor. Demak, bu yerlik narsa nima degan vaqtda, agar Alloh taoloniki, masalan, Sura Hudki Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin xabir Allah ta'budu illallah degan oyatiga amal qila olsa, inna alayna bayana degan oyatiga amal qilgan bo'lsa, Qur'on bil tafsillashtirish, misol biz nurg'a shu Qur'on bil tushunish babida buni so'zladik. Oyatni mesela bir ayet gelse bir icmali bir hüküm geldi Kur'an'da mı nime hüküm ifadelaydigan ayetler degan nima var şu nimenin özde hüküm deganning o'zi misol hudallil muttaqin deganning o'zi bu kitap muttaqillar uchun bir yetakchidir degan bir hüküm bu. Xabar hüküm misolda. Hem bunu tefsil bayan kıldığın ne merse اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ deganning o'zi hammasi shu desa lil muttaqinning tafsili. Ya'ni bu Qur'on nimaga yetakchilik qildi? Muttaqillarga yetakchilik qildi. Ya'ni iman etadigan kishilarga, ya'ni iman etgan vaqtda odam qanday iman etish kerak? Qur'oni Karim uning o'ziga to'g'ri iman etishni ko'rsatib berdi degan gap. Namaz deb aning o'zini tushungan vaqtimizda namoz o'qiydiganlarga u Qur'oni Karim yetakchi bo'la oladi.
Yetekle, to'g'ri yeteklaydi Qur'oni Karim. Qandaq degan vaqtda Qur'oni Karim namozni o'qishning o'zini Qur'oni Karim ko'rsatdi. Biz hozir shu namozga kelib qoldik yana, bu yerda kelib. Hozir nurg'un odamlar mana hozir biz o'qiyotgan namoz Qur'onda bormi deydi. Sen o'qiyotgan namoz Qur'onda bo'lmagan bo'lsa, u vaqtda sen Qur'ondagi namozni o'qimading degan gap. Buni bunday tushunish lozim. Sening o'qigan namozing Qur'onda bo'lish shart emas. Sen agar Qur'onga ishongan bo'lsang, Qur'on ko'rsatgan namozni o'qishing keraksan. Bu vaqtda sen o'zi Qur'ondagi namozni o'qigan, Xudo buyurgan namozni o'qigan bo'lsa, agar sen u yerda o'zing bir namozni o'qib olib, uningdagi u narsa Qur'onda bo'lmasa, Qur'onda yo'q mana deb Qur'onda yo'q qatori chiqarg'ing, sen Qur'onda yo'q narsaning o'zini qilayotgan odamsan degan gap. U vaqtda sen islomning ichida emas, sirtidagi bir ishni qilgan odamsan degan bo'ldi. Bular o'zi deydi. Qur'onda namoz to'g'ri binasi yo'q, sunnat bo'lmasa olmaydi, hadis bo'lmasa olmaydi, uni o'qishni bilmaymiz deydi. Lekin Qur'onda bor. Albatta. Uni inkor qiladi shularcha. İnkar qiladi. Vaqti bor, rakat soni bor. Albatta. Hattoki u taratni tortib, hattoki uniki misol oyat o'qigan vaqtida qanday ovozda o'qishni tortib. Ay sura Isro'da oxirida. Yani ovozini yuqorimi ko'taryapmi, to'vanmi qilma, shuning orasi baynazalik deydi. Shuning orasida bir yo'l tutib o'zini qilgan normal o'qi degan gap. Ovozini vaqirab chiqamay, normal holatda ovozini chiqarib o'qigan degan bundaq o'zi bir ma'no chiqadi uning o'zidan. Demak, u qadar yana tafsili bor. Hech qanday bir rivoyat hadislarda bu qadar tafsili bir narsa yo'q. Qur'onchilik tafsili bir narsa yo'q. Yani demakchi o'g'lim nima degan vaqtda Qur'ondagi ishni qilmagandan keyin Qur'onning sirtidagi bir narsani qilib turib, uningdagi bu narsa Qur'onda yo'q. Sen Qur'onda yo'q ma'noning o'zi sen buni nerdan topsa deganning o'zi bir hamoqatlikda bu. To'g'ri. Chunki sen Qur'onning ichidagi narsani qilmay, Qur'onning sirtidagi narsani din deb qo'ygan bir inson degan gap. Alloh razı olsun. Yani diniy darsimizga aylanib ketibsan, asosli hamda. Sizningki 2010dan tortib rasmiy izlanib, o'shalarni tadqiq qilishga kirishdim dedilar. Ondan keyin tunji qatam siz chiqargan qazo va qadar Allohning hukmi va o'lchimi degan bu kitobni yozdilar. Keyin men sizlar bilan nayt tasbih tunishib kitap chiqarda ish bo'lgandan keyin mening nashriyatda buni chiqardik. Mana shu nima nusxasi borligi? Ko'zdan kechirdigan nusxa. Ko'zdan kechirdigan nusxa. O'z nusxasi yo'q-ku u yerda. Shu Amazonga kelsanglar, bizningki nimada bosh yerda ko'rib olsanglar bo'ladi. Men bu qazo va qadar degan tunji qatam chiqqan kitobni 2018-yilda tadbir nashriyatini chiqarib tarqatdik. Hozir asosan qolmagan bo'lishi mumkin. Balkim Abdujil Turanning kitobxonasida bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Yerdan elib o'qisanglar bo'ladi. To'g'ri qo'yib deymi buni? To'g'ri qo'yib elkitob.org degan. Bu kitobni yozdilar. Bu kitobning yozishdagi maqsad nima? Masalan, menda hozircha bizning aqlimizdan, sizning aqllardan gap bakjiqcha. Bularning orqasida FBI bor. Ondan keyin Angliyaninki istixborot bor deydi. Qaysi istixborot uchun? Ondan keyin Xitoyning bor o'xshaydi, KGB bor o'xshaydi hamda. Aniki İranning Shialar bor o'xshaydi, kommunistlar bor o'xshaydi. Zodisida kimga ishlaylar? Bular tadqiq qilib o'tibdi. Siz oldinlar dabasizlar bular uchun. Bu kitobniki mazmuni meni kallamda vatanda 95-yilgacha vatan 94-yil ayrıldım deydi. 94-yilning 6-oyda ayrılıqda qazo va qadar masalasi tamoman hal bo'lgan. Bu masala nima vatanda? Vatanda qadar, masalan, bir odamni Xitoyning bir mashinasi kelib urib olsa, bu Allohning taqdiri deb molla fatvo chiqarib bu yerda bu odamniki yeni yerga tegsin. Sen onun o'zini da'vo qilib yurma, andaq-mandaq deb o'tirib, biz Xitoyga yonib ashta qilgandan keyin bu ish meni kallamda o'tmagandan keyin men undan keyin Qur'on orqali bu qazo va qadar haqida izlangandim-da. Bu yerda endi bizning izlanish jarayonlarimiz biroz cheklik bo'lsa-mu, bir tarafati nayt bak go'zal taraf. U nima degan vaqtda fanni sohasida butunlay o'zi Uyg'urcha kitoblar bor. Mayli matematika bo'lsin, fizika bo'lsin, ximiya, astronomiya, biologiya, fiziologiya bo'lsin. Mesela aşnaş bütün kitaplarının hammasi zade aş Uyg'urcha nusxasi bo'lgandan keyin uningdan nurg'un narsalarning o'zini o'rganib, qazo va qadarning o'zini misol aşnadan hal qilgan.
Men 95-yili yilg'ichilik, yani 94-yili g'ichilik desam bo'ldi. Hali bo'lgan buni eski Allamda butunlayli. Bu asli bu nimada aqida kitoblarda yozilgan. Har odam peshonasi madam paloni vaqtida o'ladi, mani yeydi, ani yemaydi degandek bundaq narsalarni hech bir zaman yozilmaganligi. Hamma narsa yozilgan narsaning hammasi faqat Qur'onda borligi. O yozilgan boshqa bir yer yozib qo'ygan hech qanday bir narsa yo'q ekanligi. O yozilgan Alloh yozgan narsa faqat Lavh-u Mahfuzdagi inson kerakli bo'lgan qismi nima? Qur'on. Shuning o'zi borligi faqat Qur'ondagi shu ahkam biz nimadan nima qildig'ini ahkam prinsip. Mana shu narsalarning o'zi Lavh-u Mahfuzda borligi uni inson tushirib berganligi. Buning o'zini men shu 94-yillari, 94ning oxirlarigacha bu narsa butunlay kallamda aniq bo'lib qolgan. Shuni buni endi chiqarish faqat 2018 ga to'g'ri kelib qoldi. 94 kallarda hal bo'ldi. Ağızlardan çıkarganmı tilab endi? Çıkargan, bizniki yaqin undaq do'st birodarlar asosan bu qazo va qadarni hozir aqida kitoblaridagi qazo va qadardek undaq tushunmaydi. Nurg'un do'stlarimiz bordi. Bu meni o'qigan bolalar bordi, uni ustiga undaq tushunmaydi. Shu hozirgi kitobdagi o'xshab ketgan undaq tushunadi. Ama bunun o'zini keyingi vaqtida tamoman tamsil misollarni tortib ep turib, uni undaq bir insonlar yaxshiroq tushunsin, o'ngayroq tushunsin qilish uchun bu kitobni yozib chiqqan bo'ldim. Allah razı olsun. Bu kitobning o'zini mush qazo va qadarni tushunmagan insonlar bir qatim o'qib chiqishi lozim. Mayli mollasi bo'lsin, mayli mollasi bo'lmasin, o'qib chiqsa nihoyat yaxshi bir narsaga ega bo'la oladi. Raddiya yozsin bo'ladi işte. Raddiya yozsin bo'ladi. Ilmiy asosda raddiya yozsin bo'ladi. Odamga laqab qo'ymay turib raddiya yozsin. Bu nihoyat yaxshi bir ish. Bir-birimizga bir ilmiy asosda raddiya yozib yoki bir to'liqlama qilib, masalan, maya kam bo'lib qolibdi, mandaq narsani qistirib qo'ysang texnik yaxshi bo'ldi desa, u bizga yardım bo'ladi. Manchinchi betda, manchinchi qurda shuna. Bu ilmiy odamlar, masalan, olim deyotgan insonlar asla bir-birini tillab haqorat qilmasligi kerak. Abdurahmon Jamol degan inson bor-ku, og'zining o'zini chayqab undaq gap qilish lozim. Ben nayet Abdullah Yalqınbel işkisi var o. Bu adam emes nesli eken bu. Mayda nayet setkep atqın badi ama biz ulağı okşumanı ki bunun özünü demeyimiz. Ve lekin bu yerlik nesli ne dese men alim degan inson yana bir odamga hurmat qilishni bilish kerak. U odamning ilmiga hurmat qilishni bilish kerak. Agar uni xatolik o'zini kallasida ma'nosi xato deb his qilgan bo'lsa, uni ilmiy asos yezish kerak. Uningga biz to'g'ri javobni bersak bo'ldi. Misolda, yoki u bizga shunday yaxshi bir narsa sungan bo'lsa, uni qabul qilib rahmat deymiz misolda. To'g'ri. Bu bir ilm egasi bo'lgan insonlarning qilgan ishi. Sinikiga o'xshamasa, u odam xato qilgan bo'ladi. Sinikiga o'xshamasa, u odam kafir bo'lgan bo'ladi, murtad bo'lgan bo'ladi, murji bo'lgan bo'ladi. Shunday ish bo'ladimi dunyoda? O'shani ularning kitoblarida o'shani uytamda zodi sana qarshi fikrlik odamni zindiq, findiq debchi. Bunda degan. Ham aqida kitoblarini o'qiydi bo'lichi, u aqida kitoblar zotan bu insonlarni ashundaq yetishtirgan narsa. Saran qiladi desa. Asosan odamlikdan chiqib ketadi desizlar. To'liq saran bo'lib qolgancha odamga diplom berdi emasmi kitob? Shu. Mesele şeydi. Şuna alaka bizning ismimiz chiqsalar zodi chiroy o'zgarib ketdi. Gapimizmi chiroy o'zgarib ketgancha. Shu chiroy o'zgarib ketsa, bir odam qarshi odamninki to'g'ri gap qilgan chaqda o odamning o gapiga ishonmas o'lchi haqchi. Albatta. Chunki g'azab bilan, o'zining nafrati bilan deydi-da uni uchun. To'g'ri. Yani o o'zicha dinning egisi, biz dinning qo'g'doqchisi, payg'ambarning varisi deydi. Mishadi bir gap. Biz hozirgi iste'molda qo'llanib kelayotgan shu payg'ambar namoz degan gaplar farischa gaplar. Biz farislardan qabul qilgan islom dinini. Shu bizni payg'ambarni inkor qiladi deb akaga 21 dana oyat bor buning uchun. Oyatning hammasini anglab chiqdim men. Hammasini rasul deb qo'ychi. Shu rasul bilan nabiyning uchun ikkisining nima farqi bor? Qur'onda payg'ambar deb yo'q. O kelime. Faris kelimi yok. İşkelisini birla tercüme kılıdı. Resul olsun mu peygamber de tercüme kılıdı. Nebi olsun peygamber de tercüme kılıdı. Aslında bununki ondak ifadeleş nemesi okşaş emez. Nebi diyenin özü Allah'ın onun kitap düşken adam. Yani Muhammed Aleyhisselam mesela, Musa Aleyhisselam bularning özü nebi peygamberler. Resul çoğu diye vakti Resul o kitap düşmegen ama burunqlarning kitibini burunqi özünün burunqi tushgan o'zining burun bir payg'ambarga tushgan kitobni
yetkizgen kişilerin özüne bu Resul deydi Kur'an'ın özünde. Misal Zekeriya aleyhisselam tarihte ötkenmiz, Yahya aleyhisselam. Buların özü hiç kandak kitap düşmegen peygamberler. Mesela İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam buların hiçbirisi kitap düşmegen. Ama o İbrahim aleyhisselam'daki İbrahim aleyhisselam düşken suhupunun özüne, yani kitapçının özüne yetkizip kelgen misal de. Onun için ulanın özü Resul peygamber. Hem Resul peygamber buluşluk şerti neyme diye vakıda? Şerti şu Allah'ın düşken, burunku peygamberler düşken kitabını aynen yetkizgen kişilerin de vardı. Doğru. Aynen düşken kitabını aynen hem özü hakik manisi bilen onda yetkizgen insanların özünü buna neyme deydi dese Resul. Yani Resul degen elçi degen gap bu. Onun için bu yerde Resul ile Nebi'nin özünü arlaştırıp bunda düşünüşünün özüm hatta onun üstüne bir adamni mat qilma, maqsad mat qilish olmaslığı lazım. Doğru. Maqsad ne buluş gerek diye vaqtida maqsad xalqimizga to'g'ri bir narsani o'ttirib chiqarish. Xalqimizning oldiga to'g'ri bir narsani o'ttirib chiqarish maqsad bo'lish lazım. Bir-birimizni mat qilish emas, bir-birimizni haqorat qilish emas. Bundaq bo'lish lazım. Sen o yerde özü bizni tıllaş arqı neymi erişse, tıllama ona da göre sen ilmi asasda bir narsani yaz. O vaqtda biz sınıkıdan biz faydalanaylı misal. Abdurrahman Jamalnikimi sözlegen nas nurgun yaxshi narsalar bor. Anlayım o narsani, oniki sözlegen narsani yaxshi narsalar bor. Ve lekin o yerde sen bir adam haqorat qilmay turib so'zlasangmi so'zlay olaysan. Misalda sınavdan yaxshi o'qigan, shundaq o'z nurgun doktorlik unvoni va doçent doktorlik unvoni va odamlarmi bizni tillamaydi. Nima uchun? Ular biladi onun o'zini. Bilganligi uchun odam agar inson bo'lsa, o bir odam tillamay turibmi, onunga gap qilib bo'ladi-ku. O Ölümalar Birliği'de zaten başka bir alim kalmagandaki bu özünü alimdi bağa adamni chiqib Abdulla qo'ng'i o'tqalab buncha mina qildi ki. Endi bu aslida mush O'limalar birligi, yani Sharq Turkiston O'limalar birligi qilingan bir haqorat. Mushni qo'yish binas bilmaydigan qara qo'saqni chiqib O'limalar nomida so'ziltishining o'zicha degan vaqtida bu O'limalar qilingan bir haqorat bu. Eğer bu O'limalar o'tirib chiqsa, u yerda bir odamni tillash emas, uni murtad bir odam la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh devassa, Allah işini, peygamber işini, feriştler işini, kitaplar işini, ahiret işini devassa, o adamın siniki kafir, murtad, murci deydigan nima haqqing var misalda? Allah'ın dinine iman etelim. Allah iman et degan narsa iman etelim biz Kur'an-ı Kerim. Elbette. Şunda tutsak yani bizni murtad. Buların özünün ayrım bir dini var mı? Elbette var. Şu ehl-i sünnet vel cemaatın dini de aşının qo'shish bir narsalar aqida kitaplarda barcha bularniki. Shuning uchun aşınım qildi. Sen onunga esilmay Qur'onga esil. Allah Qur'onga esilinglar va tasim bihablillahi jami'an va la tafarraqu degandikin. Qur'onga esilinglar degandikin, shu Qur'onga esilsang, u vaqtda sen to'g'ri yo'lda manga olaysan. Qur'onga esilmadingmi? Bir odamning peshiga esildingmi? Bo'ldi, o'siniki hech qanday bir nimang yo'q. Şu emlaş ekege jigimdir ayetime. Beşide üzerine demek şu an gibi divelep, hani ayet nekilde geçiyor. Ayet an red qilib turdi. Ayet an red qildi. Ayetni anglasa, Uyg'urcha tercüme qilib peygamber deydimiz bular. Bu peygamber gidişpe ayet inkar qildi deb. Ama aşının Arapça teksti qarasa Resul dappa. Hemmesi de Resul dappa. Doğru. O bidemlik yapılar, bidemden aldı matbuluda. Elbette. Özününki aşından matbuldalığı da bilemdi bilmem de bilmeymem. Ha biladi. Bularniki bilganligi uchun hech qanday maydonga chiqolmaydi bular. Ikki qizliga qismati bir tal savol so'rasa, bir tal savol hozirgi vaqtda din deydi, din voy din islom degan nima degan savolning o'ziga javob berayotgan desa to'liq bir javob bergan odam yo'q bunaqasida. Misol, o javob berdigini bu ekranga chiqmaydi. Javob berganlar bor, yaxshi olimlar bor. Lekin o'tirib chiqib olganlar uchun o'shanga javob beramagan odamlar odatda. Şuna bu yerda biz hozir salqi ba'zi yerda bu tilla bergan odam o'tgan gapga gapni qilib soldik-da, ammo Abdurrahman Jamoldan kechirim so'raymiz odatda ba'zi gapni qilib solganligimiz uchun. Ammo bu yerda biz olim bo'lsak, gapni olimdek qilishimiz lozim, bir-birimizga haqorat qilmasligimiz lozim. Maqsadimiz nima bo'lishi lozim degan vaqtda mening rost bo'lmasligi lozim. Qur'onniki rost bo'lish lozim, xalqimizga to'g'ri bir narsani yetkazish bizning maqsadimiz bo'lish lozim, g'oyamiz bo'lish lozim. Bu yerda biz millatning oldida o'zimizniki yuz obro'yini ko'tarish, yuz obro'y tepish bundaq narsa bizga aslo maqsad bo'lmasligi lozim. Asli bular bu qarindoshlarimiz mi?
Ayet şu Allah'ın rızalık erişmen diye niyet bilen bazı gapni qildi masalanchu. Lekin o Allah'ınki dinida, Qur'onda uchu, onun qarshi gaplarni qilyapti-da. Shuni deb bersak men shu bizga ishak güçünü halal dedi. Onun dinki namazı inkar qildi debdi. Abdüqadir yapcaldım tatip ortaga tashlab bermoqchi, qilmagan qiliq qolmadi. Ölüm ala bilikim binası deb baktı. Hem de hatta silimi dediler, biz mi dedik? Qani meydanga chiqinglar. İstiqlal TV'de senle barma. Ya ki Fidayla ekranla kelinglar deb. Onu mu deb baktılar. Kelmedi. Keldi mi ya? Ya kelmedi. Kelmedi. Hazır 3 yıl olayıp kaldı. Hazır 2022'nin ahırda başlayan bu programını. Hazırgıçılık mesela 2 yıl 9 ay etrafında oldu. Hazırgıçılık undaq iş bolmadı. Yani bunu dekin bolmayğanlıqqa bizim işinimiz en yaxşısı birimiz bilen talaş tartış qilib, birimiz bilen haqorat qilishni o'rniga millatimizga to'g'ri narsani sunishni, to'g'ri bir yo'l ko'rsatishni, millatimizni oldida shayton bo'lib, millatimizni azdurmasligimizni ümid qilamiz, chunki bizniki maqsadimiz ash bo'lish kerak. Millatimizning mush zulm tatqanligi yetar endi. O din unchalik bir tasbih emas desizlar bo'lmasa. Tasbih emas. Diplom elish kerakmi buni uchun? Allohning nima deganini tushunish uchun. Hem hozirgi vaqtda maktabda o'qisa shu yaxshi o'qiganlar berib diplom oladi ekan, diplom olsa u bir ayrim bir narsa, lekin diplom elish hamma narsa, hamma masalani hal qilmaydi. Uni bilish lozim. Qur'oni Karimda o'qishdan maqsad nima degan vaqtda bilishni maqsad qildi. Qur'onda iqra bismi robbikallazi xalaq degan oxirida allamal inson ma'lam ya'lam deb o'zi xuloslaydi. O sabab nima degan vaqtda o'qishdan maqsad o'qish emas. O'qishdan maqsad o'qish emas, o'qishdan maqsad bilish. Dedik narsa bu. Şunu halkı Şunu bilmegen narsan ergeçme deb oyat mı? Bunu dekin misal bizni aramızda nurg'ulg'an naqshi musiqa deymiz, siyosat deymiz, iqtisod deymiz misalda. Onu dekin shu bank masalalar deymiz, misal bank nima pul muomala masalalari deymiz. Ashunga o'xshash nurg'ulg'an jamiyat, masalan, bir jamiyatning shakllanishi, jamiyatni shakllantirish jihatdagi nurg'ulg'an ashundaq meseleler var bizde hal olmagan. Muşu meselelerinin özümü hem de her bir molla öz aldığı tatip onun özüne hal olmaklık. Mesela en adisi nakşi müzikim hal olmaklık. Arap'ın depince asak boludu. Başka neresi tuttatan bir bulmaydı dep özümüzün çatqı qıp aynı kıldığın işler mevcut. Şunun için biz muşu hazır muşum hazır mı ki 20 yıllık bir hayatımdaki netince desem boludu. Şu Kur'an Menbelik İslam degan şu kitapның özünü şu tehi bir aydan azraq açtı. Onu az çıkarıp dikenme 200 tal çıkagan. Men tal basıldı degan to'g'ri. 200 tal çıkarsa hozir 100 tal tugapti. Hozir bir 60-70 talda qolib qoldi desek bo'ldi. O az kun tugab ketgan şeydi. Ama bunu halqi bir uzun müddet her nurgun tarihten misal peygamberlerin tarihinden, Peygamber Aleyhisselam tarihinden bulup mu cık izlengen boğaşka şu zamandaki icra kılış jaryanları na cık bana öz tesir kılan. Şunun için bunu da nakşi müzik deyimiz, pul muamele deyimiz, siyaset Peygamber Aleyhisselam'daki şu vakti tutkan siyasetleri, iqtisat koygan nemeleri hem devlet kuruş mesela devletçilikni tatip bu kitabın özde. Halkımız muşunu okuş gerek. Bu nahayet hem de halkı bekak bir vataylı desek, nemi tutam bizim iqtisadımız bek yuqur emas. Milyon rup ketken bolsak, milyon rup mesela bir qancha 100 ming dollarımız olgan bolsa, o vaqtda bunu hediye qilsak bo'lardi. Hem davamlı xizmat qilish niyetimiz olg'ashqa, bu shu qog'ozniki haqqi chiqsin deb 15 dollardan bunu nemi kiravel qo'shib 20 dollar Ayda hisoblab nim qildik. Ammo bu kitobda nurg'ulg'an masalalarni hal qilishga bo'ladi. Hammasi Qur'ondan o'z dalil ilingan. Asosan inson tushunmagdek darajada hech qanday bir narsa yo'q desam bo'ldi. Buni belki nim qilgan maqtaga yelim emas. Yo'q, men o'qidim kitobninki. Hammasini boshdan o'qib olmasam, lekin o'qidim. Kitobda onun üstüge baştan ahir okusa
bir-birisi qarama-qarshi narsani topolmaydi. Hech qanday yerda bir-birisi qarama-qarshi narsa yo'q. Tapsa desi bo'ldi. Tapsa desa biz uni tuzitib olamiz. Xudoyim bo'lsa, bu nima qarama-qarshi bo'lgan bilan mush to'g'ri demaymiz asla. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo deyiklik, buni asla qarama-qarshi bir narsa yo'q deyiklik. Uning uchun bu biz yozgan kitoblarda qarama-qarshi narsa bo'lib qolsa, demak Qur'oni Karimga zid bir ishni qilgan bo'lib qolamiz. Uning uchun uni tuzitishga majburmiz. Shunga o'qigan qarindoshlarimizniki ashundaq yerni teppagan vaqtida bizga chiroyli maya mandaqga kallamda o'tmadi bu qarshi emasmi deb bizga bir narsa yozsa, uning bir tushuncha berimiz biz hayot bo'lgandan keyin biz o'lib ketgan vaqtda uni nima qilgan o'nga hayot vaqtida bizga savol qo'ysa, balkim biz u yer xatoligimiz o'z tuzitib olishimizga nihoyat yaxshi bir fursat bo'lib qolishi mumkin. Bizga ashundaq to'g'ri bir narsani yozgan qarindoshlarimiz bizning haqiqiy qarindoshlarimiz bo'ldi. Chunki biz shu yerda xatolikdan birini tuzitib olgan bo'lamiz. Bu nihoyat go'zal bir ish. Asla biz alqi o'zimizniki rost, mush deganim rost, sen kimding deydigan bundaq narsa bizda bo'lib boqmadi, buningdan kim bo'lmaydi. Bu kitobdan da 20 yillik, 30 yillik meniki hayot nimamniki tecrübemdeki bir yığındısı cevher ediler. Hayat iznişimdeki bir hayat iznişimdeki. Kur'an'a asasen ayetler bilen keltirip durup yazdılar. Bazı yerde başka nemelerime dediler mesela fen teknik ayet, kainat ayetler misal edip şu sözünde. Bu şu ötkende mesela heykel doğruluk, süret doğruluk bir sual sorup diken. Onun məqsəd dərs qılamadık, lakin arada biz dərslerde sözləb ötdük. Bu kitabdan ki 317. bətki qarab Assa, mabutla, heykeller ve süret doğruluk. Nim bakken o kardeşimiz, Amerika'daki kardeşimiz o. Aşın açıp okusu buludu. Bu kitap Amerika'ya bağlı. Onun dinkin yine şu nasip mensuf doğruluk bir yavak ettik. Biz bu 100 san programının işi de aşının bu məqsəd tiyme qılıp toxtalmapdıq. Onuma kim ayrım bir toxtalıb etəmiz. İnşallah. O doğruluk mu şunun da? Nəhayət kən kuşadı var. Kən kuşadı meselelerini oturup kuyalım. Bu kitaplarını yazış için sizge neçə saat vaqt ketkendi o? Hem o saatini hesap bulamayım dostlar. Bəzi vaxtda küllep oturup ketken günlerim var. O bir narsani beşimiz kelgancha yezib qilsak birdan to'shidi o. Ba'zi vaqtda bir masalani hal qilib, bir masala ustida haftalarcha, hatto oylarcha vaqt ketgan kunlarimiz bo'ldi. Chunki bu 20-25 yil hayotimiz ketgan bir kitob, uni ustiga bu yomon cho'ng bir kitob emas. 400 bet arallah. Hajmi bek cho'ng emas. Bu 400 bet bir kitobning o'zini yezish uchun 25 yil. Chunki meni oldimda Qur'on orqali masalani hal qiladigan bir olim bana yardım qilib qilgan bo'lsa, bunda ketmaydi. Bu 2-3 yilda hal bo'ldi bu ish. Undaq ish bo'lmagandan keyin men o'zim yolg'iz o'g'ashqa bu ishga shunday jiq vaqt ketganda. Endi o'nchilik vaqt ketish bilan 20 yilning deyli masalanchi. Oxiri shuningga nima qilib 400 bet kitobga sig'dirib chiqariblar. Buningdan haq deydi-da, mesela 20 yil vaqt ketibdi, o'zi Qur'onni tushunsan ulida Qur'on asan, Qur'onga kelgin degan bir odam. Degan bir savol tug'ildi. Bunun qanday javob berdilar? Bu nihoyat to'g'ri bir savol. Chunki bu Qur'onning o'zini baymasini va shuni deb o'tganlar, shu yerda demay qoldim. Qur'onni tushunish bek o'ng'ay kitobkanda, tushunish metodini bilgan vaqtida. Tushunish metodini topolmay bizga yillarcha vaqt ketdi. Misol. Asıl o'rgangan narsalar akamay boshqa deyishlar. Chunki nima uchun degan vaqtida O'sha vazga qatqan kaladak. O'sha dinda o'qiganlarning ko'pinchisi biladi, asosan hammasi bildi desak bo'ldi. Qanday degan vaqtida masalan hidoyatni boshdan oxir o'qitdi. Birinchi, ikkinchi jild hammasini o'qiymiz misol. Sharvaqayni mashtaq o'qitdi. Qolgan o'zi masalan aqida kitoblari olsin, boshdan oxir o'qiymiz. Rivayet kitaplarından baştan ahir okuyumuz mesela. Sahih Buxorining birinchi, ikkinchi jildni hammasini o'qiymiz misolda. Yo'g'on kitoblar. Yillarcha ash narsani o'qiymiz-da. Ham Qur'onga kelgan chog'da, Qur'onga kelgan chog'da 2-3 pora eng jiq o'zi o'qitqini 5 pora yoki 10 paraning asli oshmaydi. 10 pora o'qitgan bir damolni ko'rmadim men. Shu 4-5 pora o'qitib istiloh og'izdi. Istiloh deganing o'zi hamda tarjim qilishni o'rgandi degan ma'nodagi gap hamda. Şunu ola şu tercüme kılışını öğrengendikinler, çal tercüme kılışını öğrengendikinler, boldu kıldı. Asla Kur'an'ı baştan ahir öğretmeydi. Öğretmeydi o diyen gap hem de tercüme kılıp hatta düşünüp öğretmeydi bir. Onun üstüne bu halkı Kur'an'daki ne
nima vaqtda o Qur'onning o'zine kelgan matni Qur'on emas. Tafsir o'qitdi. Tafsirning hammasi aqida tarafi, aqida kitoblarga bo'ysundirilgan. Aqidaga munosabatli oyatlar aqida kitoblarga bo'ysundirilgan. Ahli sunna vel jamoaning bir olimi tarjim qilgan bo'lsa, tafsir qilgan bo'lsa Qur'onni, u ahli sunna vel jamoaniki aqida kitoblarga bo'ysundirib tarjim qildi ana o'zini. Aqidani Qur'onga bo'ysundurmay, Qur'onning o'zini aqidaga bo'ysundirdi. Mana ta'tirda. Ahkam sohasida shu 4 mazhab bor. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed Hanbal degan 4 mazhabniki nemisiga bo'ysundurib tarjim qildi. Asla o hukmni Qur'oni Karimga bo'ysundurib tarjim qilmaydi. Buning uchun Qur'oni Karimning o'zini chuvalchaq, ashundaq o'z tushunigil bo'lmaydigan, boshqa chiqil bo'lmaydigan bir narsa holatga kelganligi uchun, akib qo'yganligi uchun uningdan o'zi nurg'un insonlar undaq qilqi mandaq o'qib lekin bir narsa tushunmaydi. Masalan, bay o'qidik-ku shu Elif Lam Mim Zalikal kitoblari degan shu 5-diki 5-6 oyatni. Sura Baqara. Ulayk ala hudan min rabbihim va ulaykumul muflihun degan yakagishdik orliqdiki, ashining o'zini shu bir mazmun hamdi. Ashining o'zini to'g'ri tarjim qilgan bir atal tarjimani ko'rolmaydi. Nima uchun degan vaqtda tafsirda ashtaq yozilgan. Ammo Qur'oni Karimning tushuntirish usuli tamoman zid ma'no. Tarjim qilish. Tarjima ham zid, hem tefsir zid. Tefsir zid olganligi uchun tarjima xato chiqdi. Ana oldu. Shuning uchun bu yerdagi diniy olimlarniki hozirgi vaqtda nurg'un masalalarni Qur'on bilan hal qilinmasligining birdan-bir sababi nima degan vaqtda din Qur'onga markazlashmay, Qur'onning sirtidagi narsaga markazlashgan. Masalan, rivoyatga markazlashgan, fiqhga markazlashgan, arabning urf odatiga, madaniyatiga markazlashgan bo'lg'achqa, u narsalarni din deb, andagi Qur'onni oshining beshini egib, oshining bo'ysundirganligi uchun bu narsa tamoman o'zi masalani hal qilolmagan bir holatga tushib qolgan. Mazhablashib ketganlik. Mazhablashib ketgan. Allah cheklaylik lekin mazhab. Mazhabni Allah cheklaylik lekin bu olimlar degan vaqtda mazhabga yo'l qo'yuqliq. Masalan, Uyg'urlar qaysi mazhabda? Uyg'urlar bu nimada aqida tarafda Imom Maturidi mazhabi deb qaraydi. Ma nimaning o'zi ahkam sohasida Imom Azam mazhabi deb qaraydi bular. Ma'liqi Abdad Emir Salafi degan bir adaş var-ku. O Salafi mazhabi demiş o o'zi. O Salafi deydi, o Maturidiga iman aytgan murtatlarda shu ulamolar birligini bektillaydi demiş-ku. O'zim murtat, o'zim shu Salafiga iman aytgan narsa bu. O hadis bilan buniki kallas bu intayin xatarlik odam ma'ni o'zi var. Ulamolar birligidimi xatarlik deysiz? Xatarlik bu. Nima uchun degan vaqtda bu butun olimlarning o'zini tillaydi. Masalan, ulamolar birligining ichida nurg'ulg'an shunday isl olimlar bor misolda. O diyemmisimi? Gerçi şu bildi. Ben burunta tuyga vatan qağılık o'qigan shunday nimalar bor. Savaqlashlarimiz var. Şu yerda birga şu bir madrasada bizning bir o'qigan shunday nimalarimiz var. Shunday yaxshi olimlarimiz var. Hem onun sirtida Misrda o'qigan bo'lsin, mayli Pokiston, nerede o'qigan bo'lsin, shunday yaxshi Qur'onni bir qator hem tushundigan bundaq insonlar bor, izdindigan insonlar buning ichida. Ya'ni masalan, hozir Turkiyada buning sharoit jiqqo. Mustafa Islamoğlu deymiz, Yanbi Mehmet Okyan deymiz, Yanbi deymiz. Qur'onni markaz qilib turib iznayotgan odamlar. Ularning hammasi mening to'g'ri deyotgan yer yo'q. Iznish ustida ketayotgan odamlar. Ularnikini anglay oladigan, ashuni anglab, ashuni savr qila oladigan olimlar ashad mavjud. Misolda, buning o'zimi bir jasorat talab qiladigan narsa. Masalan, senikiga o'xshamasimi, uning o'zini bir qatim anglab beqishing kerak. Sana balkim foydali bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Sen bilmagan narsa u yerda bo'lishi mumkin, uni bilib olishing mumkin misolda. Bundaq o'zi jasorat u odamda bo'lgan vaqtida, unidagi odam bilim egallaydigan gap. Hem bu yerda hammasi men hozir mush bir narsa so'zlayapman, mening mush deganimning hammasi to'g'ri, mush rost. Sen nima desang da zot menikiga to'g'ri kelmasa, uning o'zi xato, sen kafir, sen falan pustan desicho desa, u odam zarrachilik uningda ilm bor odam degan olmaydi. Bu bunda men jiq tadqiq qildim. Bu nimishqa bunday chiqdi ekan desak, endi bu ikki xil ekol deb qo'ydi, ikki xil maktab bor ekan-ku. Birisi diroyat. Yeni birisi nima? Rivoyatchi. Bu diroyat ekolida bunda asosliqi aqlni, Qur'onni, vahiyni-ku, tajribalarni asos qilib bir hukm chiqargan, shu bo'yicha o'tmagan ekan.
Ama rivayet ekildikiler asaslıkı şu, o kala qila depçi. Aşında hadis merkezlik, hadis arkalı ondan keyin İslam'da Kur'an'ni tafsirleşki orunluğamında oldu kim. Doğru. Hem de rivayet ekilinin bir demesi hadis, raviyle zincirini mantan bakıldınız mı? Anda oğandan keyin, bula aşı bir adamge, aşı ma adamın kâmese, aşı onun diyen gepinin hemmesi, bilmege tang depçi. Hata da başı. Çıkandaki deymen o da. Elbette. Bu yerdə eğer özü rivayetinin hemmesi doğru bolğan təqdirdimi? Doğru emas go. Nurgullar Peygamber Aleyhisselam'a hakaret qılınğan şunda rivayetli var. Sahih Sahih hadisinin içinde. O doğru bolğan təqdirdimi? O vaqalik bunun 1400 yıl burun bolğan Arap tuprağıda bolğan Arap cemiyetinde icra qılınğan bir icraatını ibaret xalas. O icraatını akilip hazır 1400 yıl keyinki bu zamanga akilip bu zamandaki vaqalikni onun tatbiqlash asla mümkün emas. Mesela Arap bolğan taqdirdimi? Arap bolğan taqdirdimi? Onun üçün özü bu yerdeki näse neme degan vaqtda bütün özü Qur'anda uçuq turdu. Qur'oni Kerim özünün aldıdaki düşkən kitaplarını tamamen tasdiqlaydı deydi. Mayli Suhub İbrahim bolsun, mayli Musa, mayli İsa düşkən kitaplar bolsun, aş ilahi kitabının hamısını tasdiqlaydı degan gapning özü şunun aşı prinsip cihetdə oxşaş degan gap oldu. Ama şularniki yaşığa yeri çoğduğu vaxtda İbrahim Aleyhisselam yaşığa yeri ne? Musa Aleyhisselam yaşığa yeri ne? Peygamber Aleyhisselam yaşığa yeri ne? Misalda? Ula şu yerlide özüneki şu şaraiti qarta, şu Allah'niki şu yerdeki prinsiplerini şu yerdeki vaqalikni bu vatqa işinin özüne seliş arqılıq bir hüküm çıkarıp milletini doğru yeteklep manğan. Asla Peygamber Aleyhisselam'ın ağızdan Musa Aleyhisselam men muşu vaqalikka şu zamanda muşundaq bir iş tutqanki men aşını qoş iş tutay degan bir tal gapning özünü qilgan emas. Nima uchun degan vaqtda bu Musa Aleyhisselam özünün cemiyetide özünün şaraitiga qarta o işning özünü icra qilgan. Peygamber Aleyhisselam'dımı onun oxşamagan şarait asında onu oxşamagan holatda icra qilgan. Bu bizga nimani bildirdi desa, biz hozirgi cemiyetimizning o'zida şu prinsipga hozirgi oxşamagan hozirgi vaqalikning o'zini selish orqali oxşamagan holatda onun o'zini icra qilish majburiyatimiz bor degan gap. Hozirgi zamonga loyiq holatda. To'g'ri. O vaqtda biz Qur'onning o'zini to'g'ri ijro qilgan bo'lamiz. Asla o'zi bundan 1400 yil burungi bo'lgan bir ijroatga hozirgi vaqalikni selish bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karim masalan bütün peygamberning 25 peygamberning qilgan ish harakatlari qisqacha bo'lsin bor-ku. Bor. Aşınınğa Peygamber Aleyhisselam'ın bir işinin özünün sağlık hakkında bir tal rivayet yok. Hatta ayetinde bu kıssaların en güzel kıssa Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Bularını keltirişimizki sebep senin bunun derseli işte. Elbette. Zaten tarihte maksat nima desa, ondan bir ders chiqarish. Bu boshqa hech qanday bir alaydiga qo'niki. To'g'ri. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'onni 1400 yil burungi zamonga tormozlab qo'yib, hozirgi zamondagi ishlarni, hozirgi zamondagi ong seviyaning o'zini 1400 yil burungi zamonga qaytarma deganlikning o'zi qip-qizil saranglik u. Bunun için Kur'an-ı Kerim'deki prensiplerini hazırki zamandaki adet düşünüş lazım. Hazırki zamandaki vakalikni Kur'an-ı Kerim'deki prensiplerini seliş arkalık hazırki zamana layık alette hüküm çıkarıp insanlara doğru yol gösteriş. Bu diyorsa hazırki zamana layık alet doğru yol gösteriş diyorsa bu Kur'an'ın talebi diyen gibi. Kur'an nima hikmetini ügetti. O Kur'an ügenge adam hikmetini doğru hükümünü çıkara alaydı. Ama çıkarışı gerek. Eğer şu doğru hükümünü çıkaramayan olsa o Kur'an hem bilinmedi hem Kur'an bizge işimizi görmedi diyen gap. Elbette. Onun paydalanmadık diyen gap. Bunun için Kur'an'da burunkularning işiga mesela burunkularning işiga hozirgi zamandagi işini selish orqali masalani hal qilishni Kur'an cheklaydi. Onun Kur'an'da nima deydi desa, lahum ma kasabu va lakum ma kasabtum deydi. Ularning qilgan ishi o'ziga, sizlarning qilgan ishinglar o'zingizga va la tusalun amma kanu ya'malun deydi. Sizlar ularning qilmishini siz masalaga tortilmaysizlar. Demak nima desa, sizlar ularning qilgan ishini ma prinsipga asosan ular mandaq ish qilibdi deb ularni do'rab qilmay, o'zingizniki shu zamondagi, ya'ni yashayotgan makoningdagi amaliy ahvol qarta ish qiling degan gap bo'ldi u yerda. To'g'ri. Allah razı olsun. Yani bu gaplardan bizim peygamberin düşmanı işgalligimiz çıkmaydı, şunda mı ya? Qanday peygamberin düşmanı bo'lgan odamga biz düşman. Çünkü peygamberine pahişbaz ko'rsatgan, peygamberine har xil
Hem şu hadislerini okusa her xil hakaretler çıkıdı hem için. Elbette. Aşı nesnemesi var. Şunun için. Kur'an'a kayıtmagan çağda bu işnin işiden çıkılmaydı. Xodalıqı hamanğı ketip koyup begin cugaz yoki cugazı ketip koyup begin kalını koyup berse özünü pikiraydı o bir yerde. Doğru. Aşının okşaş. Yani çögüleydi bir kırdım çıkanmaydı o dep. Ne kılgan gep qarap baksa menipti mi? Facebook. Doğruslama. Hem ilminin zakitini belgeler degan programda başka ustazlarla qilgan. Bugun hamda siz bilan şu programni qilishdagi sabab nima bir qata Facebook qarab baksa Facebook ala chiqib hozir chiqib o'tirdi. Ovozni tinchib o'tirdi. Biz mi yerda Çıkıyor tuttu. ovoz chiqadi. Qarab baksa Facebook. Tamam. Başladı. İsiyat etti. Hamda bu kitaplarni yazdılar. Sizlar ma'lum bir tashkilotga yoki ma'lum bir istixborot shpiyonlik o'rniga yoki islom dushmanlarining tarafda turib xizmat qilmaydiganligini dedilar. Agar shunda ish bo'lsa, meni kitaplar tayyor. Yezig'lar, so'zdagilar shunami ya? Doğru. YouTube'da 100'den artıq dersimiz var. Şunu köz buludu, aşağıdan mıqs buludu. Eğer halisa biz London'da kelip bizden paranlası buludu mesela. Çünkü kimli işleyimiz bizni sorsanız buludu. O Abdurrahman Bizge Yamanbek ay delil tapamay hazır qiynalib ketdik Abdurrahman Jamal az qaldı zadi dep ay neçe qaytim deya yerini ko'rdik. Biz asla vatanni, millatni, dinimizni satmaymiz. Bu bizning qizil sizig'imiz. Bunu satgan adamning o'zini biz xoin deb qaraymiz. Hamda bizniki aqimizda hech qanday bir istixborot asla mavjud emas. Chunki agar mavjud bo'lgan bo'lsa, bundaq bir yerda o'tirib bir programma qilmagan bo'lardik. Bizning yaxshi ishxonalarimiz bo'lgan bo'ladi. Turkiyadagi mollaga o'xshash yaxshi uylarimiz bo'lgan bo'ladi, misolda. Hamda bu odamning o'zi nima qilib qo'yish kerak? O'zi kimning dumbu quslayotganligi, qilayotgan ishning kimning ishiga yarayotganligi. Misol, buning o'zini surishti qilib baqsalar, kimga xizmat qilayotganligining o'zini o'zi bilib olaydi. Özü bilemeydiğin halatda bir gideyim hozir. Ya o'zi Allah'ın rızalığını deb qiladi o'sha ishlarni uchun. Aşıdan ham Allah razı olsa, demek ki o dinmi o vaqt taptaylik nasib qolgan bo'ladi. Ammo bu asla Allah razı olduğan iş emas. Chunki bu butunlay Xitoyning ishiga yarayotgan ishlarni qilyotdi. Misol, o'z vaqtida Suriyaga mesela 2014-2015da men aşağı bağa vaqtida İstanbulga ming'ilgan, 10 ming'ilgan Uyg'ur aşı Suriyaga berib, keyin o'zi o'lib ketgan odamlar 15-20 ming, hatto ba'zilar 30 minglik gibi qildi. Afg'onistonda o'lganlar 40 mingdek odam o'libdi. Demak, bir davlatning ordusi dek o'zi odamimiz o'lib ketdi degan gap. Hozir Suriyaga chiqqan Uyg'urlarmi, nurg'un Uyg'urlar yana chiqitlik. Allah o'z panoyida saqlashning o'zini davomli biz o'zi tilaymiz. Qarindoshlarımızga bir ish bo'lib qolsa bizning yuragimiz og'riydi. Biz o balani düşman emas. Biz o balani düşman emas, ammo qarindoshlarimizniki, vatanimizning, millatimizniki, dinimizniki manfaati uchun bir ish qilib qilishini biz umid qilamiz davomli. Davomli mush umidda yashayapmiz. Hattoki men bu Suriyaga chiqqanlarniki vakillar bilan ko'rishgan, o'sha vatanning manfaati uchun ish qilish to'g'riliq, shu 2 yildak ashuna bosamla ko'rish başında ishlarim bor. Çünkü nima uchun degan vaqtda bizniki boshqa yerdan dushman izlashga hech qanday hojatimiz yo'q. Dushmanimiz faqat bir talla Xitoy. Undan boshqa hech qanday bir dushman izlashga hojatimizmi yo'q. Onun uchun biz boshqa yerga berib dushman izlashning o'rniga shu yerda biz qurol yaroqni etishni o'rganib, askarlikni o'rganib tayyor bo'lsak bo'ldi. Hamda Suriyalik qarindoshlarimizni Allah razı olsun. Ammo bizniki dushmanlarimiz boshqa yerdan izlanmasligi lozim. Faqatla biz vatanni ozod qilish, millatimizni erkinlikka erishtirish maqsadida bir xizmat qilsak, vatanimizni ozod qilsaklar, u yer dinimizga ham amal qila olamiz. Butun urf-odat, madaniyat, diniy e'tiqod hamma narsamiz asliga keladi. Ammo u vatanni biz ozod qilmaydigan bo'lsak, u vaqtda biz hech qachon o dinimizni, millatimiz dinimizni yashayolmaydi. Mana hozir yashayolmoqlik. Uning uchun halqi vatan millat degan bu tağutdan meni qutuldigan Allohga shukr degan insonlar bor bu yerda. So'zlayapti. Nayt xatarlik odamlar bular. Vatan millat uchun xizmat qilish bu o'zi ozg'unlik emas, bu eng to'g'ri yo'l tutganlik. Chunki hamma payg'ambarlar, masalan Musa alayhisalom shu nimadan Misrdan kelib,
Moş hazırkı Palestin tuprağının özüne egelleş tarixten bu yan neme Yakup Aleyhisselam'la yaşayan toprak aşı olgan degen aşağını egellep öz tuprağında yaşaş için keldi. Peygamber Aleyhisselam Medine'ni qoğdaş üçün hem adam qosuq bir tal taştan köreş qilgan bolsa, iki tal taştan köreş qilib Peygamber Aleyhisselam. Neme üçün degan vaqtda vatanni qoğdaşniki o kadar zörürligini gösterdi bu. Vatanni qoğdaya algan adamlar özünün dinini qoğdaya alaydı, özünün milletini qoğdaya alaydı, özünün örf adet her narsani qoğdaya alaydı. Demek vatanning azatlığı neme degan gap degan vaqtda o milletning barlığı degan gap. Yani her narsasi mana shu vaqtda degan gap. Şunun için aldıda biraz gapini qıp saldık, ölmalarımız doğruluk. Ölmalarımız bizniki bazen bir gaplarımızdan keçiyorsun. Biz ularni keçirim soraymiz. Ama ilmi buluşumuz lazım. Bir-birimizin tillap hech qanday yega baramaymiz. Biz peygamberini inkar qilgan haqqımız yok. Allah'ın inkar qilgan haqqımız yok. Dinimizni inkar qilgan haqqımız yok. Sen bilmey turib bizni qo'sig'imizga, ya'ni yuragimizga ma'ni etgan hech qanday haqqing yo'q, Abdurahmon Jamal. Bunu sen bilib qo'yishing kerak. Abdullah Yalqin bu ishga bilib qo'yishing kerak. Sen haqniki yuragga ma'ni etgan kimsan? Bu alaqa masalan bizni hozir bular avtonomiyachilar, bu Qur'onchilar degan gaplar chiqyotdi. Bu to'g'riliq. Biz asla tarixdan bu men hayotimda avtonomiya degan bir narsani talab qilib baxmadim. Zaten Xitoy avtonomiyani berganki, avtonomiyani berib turib hozir qalga keldi. Unda qo'ygandiki bizniki o Xitoy bergan avtonomiya emas, u qon kechib jang qilib shuni majbur bo'lgan avtonomiya. Dehashning o'zini test olgan avtonomiya. Shu. Hamda uning o'zini biz shu avtonomiyadik huquqning o'zini to'g'ri o'zi tuzgun holatda qo'limiz tutib turmoqlik odatda. Bizniki hech bir zaman og'zimizdan avtonomiyani bas bo'ldi degan bir eg'iz gap chiqqanlik haqida hech qanday narsa yo'q. Uni talab qilmadik. Mustaqillik uchun bizniki davomli ko'rishimiz shu bo'ldi. Uning uchun biz O'rta Osiyoda tumutazan so'rab yurgan kunlarimiz bo'ldi. Minglagan o'z dollarni berib turib shu ishga kirgan kunlarimiz bo'ldi. Biz bir tashkilotga kirgan bo'lsak, u tashkilotga quruq qo'l kirib, u yerda innovat tepish uchun, u yerda bir foyda olish uchun kirib baqqan yerim yo'q meniki. Bizniki bu yerdagi biz bir ish qilayotgan bolalar ish qilsa, unda kirgan odam yo'q. Biz u yerga bedel to'lash, u yerga biz o'zimizning bir kishilik vazifasini ado qilish, jafo tortsak, vatanimiz, millatimiz uchun jafo tortdik deb o'zimizga xo'shalik his qilish uchun bu yerga kirimiz, bu xizmatni qilyapmiz biz. O'sha bizga qilinayotgan haqoratni bizga oz narsa emas, odatda. Ama moşnoga chidab, milletimiz moşnoda bir to'g'ri yo'l qalamiki, tep qalamiki, Qur'on yani dinning o'zimizga foydali tarafini o'zini, yani millatni qutqizgan tarafini borlig'ini tushunsa, texmbek o diniy sohadagi mustahkamlik texmbek o'zi kuchayamiki degan maqsadda bu ishni o'zini qildik. Bundan ham davom qilamiz, Xudoyim bo'lsa yaqinda ta'til tugasa, ma Angliyada ta'tilning 9-oyiniki 4-5 tugaydi. Ashundan keyin inshaalloh Muş Qur'onni beboshdan tutib, ashundaq o'zi bir tarjim qilib, shu millatga tafsir qilib turib tushundirish niyatimiz bor. Inshaalloh shu vaqtda aramizda arabcha biladigan, dinda o'qigan bolalarning bir ishkisi bo'lib qolsa, u texmbek yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O vaqtda texmbek muzokara qilib, texm mukammalroq o'zi tushuntirishga bo'ladi. Yana bir eg'iz gapni xuloslagan vaqtda mening rost deydigan hech qanday odamning haqqi yo'q. Dinga kelgan chaqda Allohning degan rost, Qur'oni Karim rost. Buning o'ziga yana o'zi nim qilib, mana mening rost, Qur'oni Karimni qo'y degan odam bu to'g'ri odam emas. Biz asla o'zi biz bir millatga, bir tashkilotga ishlab baqqan yerimiz yo'q. Hozir 57 yoshga kirdim men. Bu yoshgachalik ishlamayapman, ham bundan keyin o'zi ishlash meniki hech qanday o'zi nimam yo'q. Tashkilotchilik qildilar sizlar. Tashkilot qurdik. Masalan, tashkilot qurishning maqsadimiz nimasi? Vatan uchun, millat uchun ish qilish bo'ldi. Masalan, Norvegiyaga kelgan chaqdima 2003-yil 8-oyda Norvegiya Uyg'ur komitetini qurib, shu tashkilotning beshida 3 yil turdim. Undan keyin Angliyaga keldim 2016-yil 11-oyda. Undan keyin bu yerda 3 yil Angliya Uyg'ur jamiyatniki to'ps turdim. Uni qurdim. Burun qurilibdi-ki, undan keyin yiqilib tushibdi-ki, undan keyin qayta yo'lab, yana qayta o'z tashkilot oldiga kelib, shuni ustida 3 yil atrofida turdim. Uyg'ur maktabini qurdik. Undan boshqa zodi qayerda turgan bo'lsak, shu yerda vatanimiz, millatimiz uchun Allah rızalıq üçün özü
bir kişilik hissimizni qo'shib keldik. Buniki ham qo'shimiz inshaalloh. Bir odamlarning tillishi yoki haqorat qilishi bilan biz bu yo'ldan to'xtab qolmaymiz. Masalan, bayatını meyle, tağdaki meyle, bağdaki balla olsun, qarindoshlarimiz bizning qarindishimizda. Bular to'g'riliq ba'zi gaplarni qilgan masalan, ba'zi xato ketgan taraflar bor. Hozir hamda biz ularning dushman emasligimizni dedik zaten. Aç derslerimizni anglashib oldim biledim. Albatta. Buni bunday deyishimiz sabab ularning qo'lida qurol bor ekan, men aytib o'tamikidan qo'rqib yo'q, unday gap yo'q. Chunki men ular bilan ko'rishgan necha qatam, ularning vakillari bilan ko'rishgan Sapakoyning o'zida. Bu yerdagi maqsad nima degan vaqtida tamam, qurol etishni o'rganishimiz lozim, ammo qurolni birvisimiz qaratib atmasligimiz lozim. Tamam. Chunki u Suriyada cho'ng jamoat, kichik jamoat deb birvisi qurol atgan ishlar bo'ldi. Onu biz bilib turibmiz. Ammo bu qurolning o'zini biz atgan yer nima desa Xitoyning askarlari qaratib etishimiz lozim. Shuning uchun o'rganishimiz lozim biz. Bu qarindoshlarimizni bu qarindoshlarimizni bizniki qaqshigan tarafimiz nima bo'ldi degan vaqtida ashad o'lib ketganligi qaqshidik biz. Ashad o'lib ketmanglar. U yerda bizniki o'lish vazifamiz yo'q. U yerda biz qurol etishni o'rgansak bo'ldi. Faqat vatanni, millatni ozod qilish yo'lida o'zi kurash qilsak bo'ldi. U yerga Suriya xalqi o'zi yetdi. Misolda, u yerga biz putlashib ularning o'ziga uni qilib olishimizni hech qanday hojat yo'q dedik. Allah razı olsun. Tushundik. Qarindoshlarimiz tushuna. Undan keyin sizlar bu xizmat, bu diniy xizmatdamdiq buni? Milliy xizmatdamdiq. Mesela Madaraydiganlar barcha ben zaten men burishda o'ylaydim an'anaviy islomdagi vaqtimda-chi. Ben bir Yaponchani yaxshi o'rgansam, Yaponiyaga borsam, Yaponlar musulmon bo'lsa, bular aqlli haq bo'lgandan keyin Uyg'urlar dunyo musulmon bo'lsa debchi. Jackson musulmon bo'lsa deb kim bo'pti-ku masalan Jackson buchi. Aynan o'ylab ketdik dinni yuqori ko'tarsam, din uchun hayotimni taqdim qilsam, deydigan bir gap bormi-chi? Albatta. Din buni bizdan talab qilamdi. Din bütün insoniyat uchun bir kurash qilishni nishon qilgan bo'lsa-mu, lekin har bir odam o'ziniki atrofidagi, ya'ni o'z yurtida, ya'ni o'z xizmat qilishni nima qiladi, tavsiya qildi. Nima uchun deyapti Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisalom tushgan oyat va sen ummul qura va uning atrofidagi insonlarning o'zini ogohlantirsa deb o'zi vazif qilganda, nima uchun deyapti? O Payg'ambar alayhisalom bütün dunyodagi insonlarni ogohlantirsa, Payg'ambar alayhisalom taqat yetamdi. Ömrüm yetmedi, kuchim yetmedi. Kuchim yetmedi. Bir kun Amerikaga verish kerak, bir kun Afrikaga verish kerak, bir kun Janubiy Amerika, Avstraliya, misal Osiyo, misal hamma yerga berish kerak. Uning Payg'ambar alayhisalomniki kuchi yetmaydigan bo'lgandan keyin Alloh taolo uning taqat yetadigan bir doiraning o'zini deb bergan. Mush doirada xizmat qil deganda, to'g'ri. O yerda insonlar deydi, Payg'ambar alayhisalom butun dunyoga rahmat deb. Tamam. Uniki Payg'ambar alayhisalomniki o'zi dunyosi shu vaqtda olamin degan dunyosi shu Alloh taolo ko'rsatgan Makka Madina uning atrofidagi o'rin. Aşı bo'lgan. To'g'ri. Qur'oni Karimchi degan vaqt Qur'oni Karim biz deganga o'xshashlar bu bir o'zi tuzum bo'lganligi uchun bu butun dunyo qarta tushgan bir tuzum. Payg'ambar rahmat deb qolgani yo'q. Qur'on rahmat. Qur'on butun dunyoga rahmat bu yergi narsa. Payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karimni ijro qilish orqali arablarga bir rahmat bo'lgan. To'g'ri. Buni o'zini biz rost gap qilishni o'rganishimiz lozim. Payg'ambar alayhisalom butun dunyoga payg'ambarlik qilib, ko'z hech qanday o'zi u mumkinati yo'q. Hozirgi zamonda misol bir payg'ambar bir odam payg'ambar bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonning o'zida butun dunyoga payg'ambarlik qila olishi notayin yani. Sosyal medyada qilish mumkin. Lekin u unda qilqi nima butun dunyodagi insonlarga uning o'zini to'g'ri tushuntirish, butun dunyodagi insonlarga to'g'ri tushuntirish uchun butun dunyodagi insonlarning tilini bilish kerakda. Undaq bo'lish aslo mumkin emas. Uning uchun bu yerlik narsa nima desa, cheklik bir ish qilgan odamning o'zini cheksiz bir narsaga aylantirib o'tishning o'zi intayin cho'ng xatolik bu. Cheklik ömrimizni cheklik ishlarga, shunami? Sarf qilaylik. Uning uchun bizchi degan vaqtda biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur xalqimiz uchun xizmat qilsak, Alloh taoloniki dinini to'g'ri ijro qilgan, to'g'ri o'zi Allohning dinida to'g'ri xizmat qilgan qatorida hisoblanamiz yani. Bu yerda din deyilayotgan narsa nima ekanligini darsladimi dedilar. Hech kim uni shu to'g'rilik debasizlar. Endi bu yerda Qur'onni asosan nurg'un odamlar andaq hammasini bir qalbda jug'urib lekin andaq tushunadi. Qur'onni 3ga bo'lib tushunsak, nihoyat yaxshi bo'ldi. Qur'ondagi iymon, misol islom, hadis degan o'zi shu 3 nimasi bor.
iymon degan bobga kelgan vaqtda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonishni buyurdi. Bu ishongan odam mu'min bo'lib hisoblanadi. Bu mu'min bo'lgan odam namoz o'qish, ro'za tutish vazifasi bor. Namoz o'qish, ro'za tutish lozim. Ikkinchi degan vaqtda Qur'onning ikkinchi nimasi islom. Bu islom Qur'onniki asosiy maqsadi. Chunki Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islama dina" deganning o'zida islomni sizlarga din qildim deylik. Shuning uchun bir odam islomga kirmoqchi bo'lsa, u odamniki buni nurg'un odam qabul qilolmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom zamonida bu ijro qilingan. Nurg'un odamlik payg'ambar alayhisalom qabilalar kelgan vaqtida ularga o'z dinini, ya'ni iymonni, e'tiqodni tabliq qilmay turib, ularga islomga, ya'ni tinchlik kelishimi tuzish ustida epagan tinchlik dini. Ya'ni o'zi bu bir nima? Bir tuzum. Bu tuzumni qabul qilganlik islomni qabul qilganlik bo'lib hisoblanadi misolda. Shuni qabul qildim deb imzo chekkanlik islomni qabul qilganlikqa kirdi. Shuning uchun Makkada Abu Sufyonning ashnaga kirganligining o'zi islomni qabul qilganlik bo'lib hisoblanadi. Ammo Abu Sufyon aslo o'zi payg'ambar alayhisolamning payg'ambarlikka, Allohning birligiga ishongan bir odam emas. Zaten tarix kitob turdi uni asli. Hatta oyatning bog'i sen islom aytdim da iymon aytdim dema deyapti. Aslamtu danglar nima? Va qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna degan oyat bor. Ashna oyatning o'zidan ochiq chiqib turdi. Üçüncüsü hadis. Hadis degan nima desa, Alloh taolaning koinotni yaratish haqidagi voqelikni tortib, toki o'zi malaik, shaytonniki, ya'ni iblislarning qon ish harakatlarini toki payg'ambarlarniki, undan keyin o'zi payg'ambarning qarshisidagi insonlarning qon ish harakatlarining hammasini Qur'oni Karim nima deydi desa, hadis deydi. Hadis degan o'zi Qur'onda turdi ashning o'zi hal toki hadisi Musa deganing o'zimi Musa haqidagi, ya'ni Musaning voqelik haqidagi xabar keldi sana degan gap. Ya'ni hadis, ya'ni haqiqiy biz ishonmasak bo'lmaydigan hadis nada degan vaqtda Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimning sirtida yozilib qolgan 200-300 yil keyin yozilib qolgan narsa asla o'zi haqiqiy ishonishga bo'lgan hadislar emas. Ammo uni to'g'risi va xatosi va to'g'risining o'zini to'g'ri deb to'g'ri deyishimiz, xatosini xato deyish bizniki haqqimiz. Shunda degan taqdirda lekin uni iymon etish to'g'rilik hech qanday undaq narsa yo'q. Qur'on Karimda undaq narsa yo'q. Alloh talab qilgan narsa. Bu odatdagi bir odamniki ish harakatiga o'xshash. Masalan, bir mushrik bo'lsa yoki mayda Yahud nasaralik bir Yahudi ayni bir ishini qilayotgan bo'lsa, u to'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, uniki ishini to'g'ri deyish o bizning vazifamiz. O Yahudi bo'lib qolganligi uchunla uniki ishi to'g'ri bo'lsa-mu, uni xato deyish haqqimiz yo'q misolda. Bir mu'min to'g'ri ishni qilayotgan bo'lsa, u mu'min bo'lganligi uchun to'g'ri emas, uniki ishining to'g'ri bo'lganligi uchun to'g'ri deyish o bizning vazifamiz. Shuning uchun Qur'oni Karim buni nima qiladi? Hamda u islomga kelgan vaqtda islom bir prinsip, misol o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplarning hammasini nima deydi? Islom deb qaraldi. Shu prinsipga asosan chiqarilgan hukmlarning o'zini jo'disa shariat deb ataydi. Qonunning o'zini nima deydi? Shariat deb ataydi. Qur'on. Shunga har ummatniki o'zi qarta bir shariat, ya'ni qonun chiqarish huquqini berdik deganning o'zi nima degan vaqtida har bir millat o'ziniki yashayotgan sharoitga qarta qonun chiqarish huquqiga ega degan gap bo'ldi. Butun shu doiradagi shu davlatning ichidagi hozirgi vaqtida davlatning ichidagi butun fuqarolarni shu qonunning oldida barobar idora qilish bu adolatni tiklagan bo'ldi. Qur'onning maqsadi adolatni tiklash orqali adolat ostidagi barobarlikni vujudga chiqarishdan iborat. Ya'ni uniki dini, e'tiqod nima bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki diniy e'tiqod degan vaqt diniy e'tiqod faqat Alloh va insonning orasidagi ish. Uning uchun bu Alloh va insonning orasidagi bo'lgan ishni inson bilan insonning orasiga paydo qilish bu nihoyat og'ir bir jinoyat deb hisoblanadi. Shun Qur'oni Karimda lakum dinukum valiyadin. Har odam o'zining e'tiqodi o'zimga deb yashashi lozim deb Qur'oni Karim bu prinsipni o'tirib qo'ygan. Albatta mu'min bo'lsa, masalan, ishonsa, o texmi yaxshi, musulmon texmi yaxshi nima bo'ladi shundaq-ku? Albatta. Balam 10 minut bor mana. Tamam hazır var mı? Tugaydi be.
o iman etkandan keyin o adam Albatta, işençilik boludu, aşı işlerini texmi yaxşı kıla alaydı şunda. bir adam iman etip koyup, yani Allah işine, peygamberlik işine, periştelik işine, kitaplar işine, ilahi kitaplara. Yani özü ahiret işengen bolsa, o adam İslam prensiplerini kabul kılmagan bolsa, o adamın imanı hiç kandak nese yaramaydı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir adam mümin bolgan bolsa, o adam İslam'ı kabul kılmasa, o hiç ne yaramaydıganlığı için Kur'an'ın özde ya eyyuhellezine amenu dukhulu fis-silmi kafeten degan ayet var. Bunu degende ey müminler deydi Allah peygamber kitaplarga ahiretke işengen insanlar siz İslam'a kiringlar deydi. Yani İslam'a kiringlar deganimiz İslam prensiplerini kabul kılın. Bir adam mesela iman etip yani Kur'an'daki 5 şartını hammasini to'liq icra qilib Kur'an-ı Kerim'nin içindeki bir buyruğunun özünü inkar kılsa o adam imanını tamamen çıkardı. Nima uchun degan vaqt mesela iblis. İblisga Allah Taala Adem'e hürmet kıl dedi. Doğru. Hürmet kıl degan vaqtda onundan men özü yaxshi narsa bo'lsam, o laydın men o'tdan yaratilgan narsa bo'lsa, onu men hürmet kılam deb o'tirib, onu hürmet qilmadi. İnsanlarniki bir-birisiga yani bütün mahlukatlar bir-birisiga hürmet qilib yashash Allah Taola'niki qo'ygan prinsipi. O vaqtda mesela bir odam oldida ish bo'lgan bo'lsa, uni ish o odam. O ishga zulm qilmaslik lozim. Misalda odamga zulm qilishga asla mumkin emas-ku Qur'oni Karimda. Hatto hayvonotlarga o'zi o o'z loyig'ida hürmetini bildirib o'tishi daldaraqqa misal xoliq ayar kesib uning o'zini xorlab bunday qilish o'zi butunlay xato bo'lgan gap. Uning uchun bu yerda Alloh nima deydi degan vaqtida bu hurmat dunyoda insonni o'tirsidagi yo koinotni o'tirsida cho'ng bir masala-ku. Masala bo'lganligi uchun buniga kirmagan odam, ya'ni buni qilmagan odam nima bo'ldi? Alloh taoloniki o'zi buyruqqa xilof qilgan bo'ldi. Xilof qilgan odam iman chiqqan bo'ldi. Shu yerda iblisning o'zini vakani minal kafirin dedi. Alloh taolo. Demak bu yerdagi narsa nima desa, Allohga inkor qilish, payg'ambarga inkor qilish bilan emas, hattoki Allohniki Qur'oni Karimdagi birortal buyrug'ini inkor qilish bilanmi ham nima bo'ladi desa, kafir bo'lib keta oladi insonlar. Musulmon kafir, mümin fasık. Nima? Yo'q. Mümin kafir. Mümin kafir, musulmon mufsid. Mufsid. Şu hiç ayrıldı. Bu gaplarni men Türk ustozlardan boshqalardan anglamaysizlar. Ustozniki bilan qilgan programning eng oxirgi bo'limlarini anglasanglar, bu shu masalalar nihoyat aniq, oydin o'tirib quyuliq kitobdami yeziqliq. Mana bu kitobda shu tafsili yeziqliq qarindoshlarniki o'qib shundan foydalanishning o'zini bu yerda boshqacha tushunib qilishga hojat yo'q. Chunki buningda nurg'unlagan zaman o'zi shu iznib yurib tapgan narsalar Qur'oni Karimdan misolda. Uning uchun shuni o'qigan vaqtida bu shu biz deyotgan narsaning hammasi ilmiy asosda tushuntirilgan. Shundan o'zi sizlar yaxshi foydalana olasizlar, Xudoyim bo'lsa inshaalloh. Endi Allah razı olsun bu sizin ilimleriniz akiti bu. Yine yazımen devatlar, yine mesela Kur'an'ın tercümesini. Kur'an'daki manasını nima Qur'oni Karimdagi Uyg'urcha ma'nosi deb nima ham tarjimasi emas. Nima uchun degan vaqtda hammasi tarjimani qildi. Endi men uniki Qur'onning mazmunining o'zini millatga tushuntirishim lozim. Shuning u yerda men ma'nosining o'zini nima biraz o'xshamaydi bu qilingan tarjimalarga. Xudoyim bo'lsa bu kelar yilniki boshlarda yoki o'tirlarda eng bo'lmadi endi kelar yilning oxirida chiqish mumkin deb o'ylayman. Allah razı olsun. Yeni bir mesele yine kop gelse mesela bu işlerini kıldılar şundan ya. Bu din insan üçün kelgen mi ya ki insan din üçün kelgen mi? Din insan üçün kelgen. Çünkü din insan üçün kelgenligi üçün insan ondan faydalanıp onun bilan o'z masalasini hal qilgan gap. Shuning uchun bu yerda din üçün xizmat qilan emas, dinning prinsiplari orqali o'zimizga foyda oladigan gap. Asla bu yerda Alloh uchun ish qiladigan ishim yo'q. Nima uchun degan Allohning bizning ibodatimizga, bizning amalimizga hech qanday ehtiyoj yo'q. Bu yerda faqat shu Alloh taolo bu yerdagi narsani deyishlik sabab nima degan vaqtda bizning ishimizning yaxshi bo'lishi uchun deydi. To'g'ri.
Her işte mesela ya aramızdaki münasebetinin yaxşı oluş için, ya cemiyetimizin yaxşı oluş için, ya iqtisadımızın yaxşı oluş için. Aşının için Kur'an-ı Kerim'de şu prensipler koyulgan. Asla onun Allah paydalıdığan ya başkadan paydalıgan bir iş yok. Yani şu prensipler emel kılan adam yüzü paydalıdı. Yani demek bu yerge neresi neymi ki diye vakti din aslı insan için. Boğallığı benim şunu bilindi. Yine din bizning dinimiz emas, Allah'ın bizge. Allah özü bu yerge nurgun adam deydi ki bu xuddi Allah'a bir iş qilib berayotgandek. O Allah'a iş qilib iş qilib beramaymiz biz. İş qilishimiz uchun, ish qilib berishimiz hojatim yo'q. Bu yerge neresi neymi diye vakti Allah insonlarni to'g'ri bir harakat qilsin. Degan maqsadda bizniki g'amimizni yap deydi, mana shu vaqtda bizning manfaatimiz uchun tushgan narsa bu. Bu yerda Allah oldigan foyda yo'q buniki ichida. Allah razı olsun. Yani şunda to'sima yine şu millet için bir hizmet olsun da kılbatla. Allah razı olsun. Rahmet sizlarga. Bo'ldi, Allohga emanet. Ba'zi bir gaplarimiz mana qaraq chiqib ketgan bo'lsa, kechirishinglarni umid qilamiz. Ilmiy asosda ba'zi narsani tavsiya qilsanglar, bizni qabul qilamiz. Biz o'rganguchi mana yetgan vaqtida o'lguchilik bir o'quvchi sifatida o'timiz, izlanamiz. Onun için biz hozir Yamanbek cho'ng bir olim bo'lib ketgan yerimiz yo'q. Ya'ni bilmagan nurg'un yerlerimiz var. Ammo buni ilmiy asosda, ilmiy usul bilan bizga yetkazsa, biz onun bilan belki muzokara qilishimiz mumkin. Nurg'un kam yerlerimizni to'liqlab olishimiz mumkin. Xato yerlerimiz bo'lsa, o'ngishib olishimiz mumkin. Bu bizga qilgan cho'ng bir o'zi g'amxo'rlik bo'ladi deb o'ylayman. Asla biz biz sirimiz tushib ketamiz deb uniki to'g'ri narsani o'zini to'g'ri bir qilgan gapning o'zini qabul qilmagan bunday narsa bizda mavjud emas. Inshaalloh hammanglarga foydali bo'lishini umid qilamiz. Allohga emanet. Allah razı olsun. Kadirlik ülmenin zakitini belgeler programısındaki görünmeleri bizim program bir şeyde tügeydi dem de ahırkı vaxtıda ama Qaza ve Kader diye bu kitaptaki PDF nüshkası elkitap.org'da şeyde var. Şeyden düşürüp okusanlar bunu da Amazon'da mı var bu? Bunun ki ma kitaplık Amazon'da çıkarmadık ha? Yo'q. Bu kitap ne? Buni birazdan keyin chiqaramiz. Çıkarımız inşallah Amazon'da ma. Bunu PDF'ini hazırda kitapın çıkarımını çıkarıp koyunca bilemeyimiz. Ama ben Amazon'dan sömürüş için mümkün. Bununla haberdar olup kalınlayla. Endi ma bir eg'iz gapchi. Mushu kitobning o'zini bekor berib olsak bo'ladi. Biz davomli xizmat qilishimiz lozim. Biz davomli xizmat qilishimiz lozim. Kitob chiqarib turishimiz lozim. Millatimizga foydali bo'lish uchun. Shunga o'zi mush kitobning qog'ozning puli chiqsa bo'ldi bizga. O'zimizniki emgi Allah rizoligi uchun, millatimiz uchun o'zi bir xizmat qilib qolsa, shu bizga yetarli bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi bir xato tushunmasin, hech qanday bir odam pul tep oldigan ish yo'q hozirgi vaqtda kitob yozib pul topib olmaydi. Buni hammadan bildi kitob yozgan odamlar. Shunda. Allah razı olsun. Kitap to'g'riliq ish shu. Bugun shu nihoyat yaxshi suhbat bo'ldi. Mana shu mikrofonni bugun og'ochqa shuning bilan nihoyat xushalliqda ustoz meni ziyorat qilib ketdi ekan. Shu fursatdan foydalanib bu programni qilib oldim. Yani bu şu to'g'riliq programga chiqishni xohlaydiganlar, o'z millat uchun xizmat qilgan nurg'un odamlar bor jamiyatda. Metanning sirtida shunga agar xohlasanglar sizlarni biz ziyorat qilsam bo'ladi. Undan keyin men diplom so'rashayotgan qarindoshlar mening diplomlarimni desanglar men ivetib berman. Zaten ash diplom so'rashgan bolalar biladi mening diplomlarimning nereden chiqqanligi uchun. Shunga o to'g'riliq deydigan gapimiz shu. Allah'ın o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Voyjan. Men qachon yo'qlar. Ma'qul. Ko'rishimiz bo'ldi. Ben mishalni ketayman? Ma'qul.